Pul topar mashina bu. Assalomu alaykum o'rtoqlar hammaga. Xo'p, bugun 27-dekabr. Bugun sizlar bilan asosan narxlar haqida gaplashamiz. Ekskavator zo'rlari kelgan. Aloqada qolsanglar, oxirigacha ko'rsanglar, shu narxni aytib o'tamiz. Xo'p, o'rtoqlar, okalar, video boshlashimizdan oldin qisqacha sizlar bilan so'rovnoma qilmoqchimiz. Kimga qiziq bo'lsa yozsin, misol uchun, yozmasa xafa bo'lmaymiz. Xo'p, O'zbekiston sharoitida qanaqa ekskavator ko'proq ketadi yoki kimga qanaqa ekskavator muhimroq kerak bo'ladi? Ot kuchi kattaroq bo'lsinmi yoki balonli bo'lsinmi yoki gusenichli bo'lsinmi? Chuqurligi ko'proq ko'rlaydigan bo'lsinmi yoki ko'vishi kattaroq, kichkinaroq, misol uchun kimga qanaqasi kerak bo'ladi? Izohlarda yozib qoldiringlar. Hop, xalq uchun ko'proq foyda bo'ladigan ekskavator olib kelmoqchimiz. Narxi muhimmi yoki sifati muhimmi, o'shalar haqida yozishinglarni so'rab qolamiz. Agar qiyin bo'lmasa yozsanglar, xursand bo'lamiz. Kattaroq ekskavator ko'proq ketadimi bizda yoki kichkinami, misol uchun kimga qiziq bo'lsa yozib qoldiringlar. Shunaqa ekskavator olib kelishga harakat qilamiz. Kabinali bor, kabinasiz bor. Bularning ko'vish har xil, misol uchun ko'vish 20 bor, 30, 40, 50 har xili bor. Atboynili bor. Keyin burovoyli bor. Kimgadir kerak bo'lsa yozib qoldiringlar bizga. Hop, sizlarga shu narsani yetkazishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum o'rtoqlar hammaga. Hop, kech bo'lishiga qaramay, sizlar bilan narx-navo haqida gaplashamiz. Bugun 27-dekabr. Hop, yil ham oxirlab qoldi. Sizlarga yil oxirigacha skitka narxni qilib berishga harakat qilamiz. Hop, narxlari keladigan bo'lsa, mana rangi, misol qizil rangligi V10 modeli, og'irligi 860 kg, narxi keladigan bo'lsa, narxi 52 ming. Garantiyasi bilan O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bilan qilib beramiz. To'liq ma'lumot kerak bo'lsa YouTube kanaliga o'tib olasizlar. Shu obuna bo'lib qo'yib ko'rsanglar ham bo'ladi. Bemalol to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, narxi 52 ming so'm dastavkasi bilan. Xo'p, keyingi modelimiz V10 modeli 960 kg, narxi kerak bo'lsa, narxi 57 ming. Shu O'zbekiston ichi dastavkasi bilan. To'liq ma'lumotga aloqaga chiqib olasizlar. Xo'p, o'rtoqlar, keyingi modelimiz keladigan bo'lsa, modeli V15 model, 25 ot kuchi, og'irligi 1 tonna 200, gusenichlar tegi kengayib torayadi. Hop, ko'vishlari ham kattagina, taxminan 55 chiqadi ko'vishning ichi, chuqurligi, ko'lashi 2 metrdan oshiqroq, balandligi 2,5 metr. Kelib ko'rasizlar, narxi keladigan bo'lsa, narxi 87 million 800 ming qilib beramiz. Dastavkasi bilan O'zbekiston bo'ylab, shu O'zbekiston ichi dastavkasi bilan 87 million 800 ming so'm. Kelaverasizlar o'rtoqlar. Mana ko'rsanglar bo'ladi o'zini ham. Namplarni ham ko'rsatdim uni. Motori ham katta, ikkita porshinli. O'zini shu radiatorli, ventilatorli pul topar mashina bu. Pul o'zi bilan ketadi, xalq til bilan aytganda, pul o'zi bilan ketadigan ekskavatorimiz mana shu bo'ladi. Bosasizlar o'rtoqlar, garantiyasi bilan qilib beramiz. Keyingi modelimiz bu ham V15, xuddi shundan aloqaga chiqarasizlar. To'liq ma'lumot kerak bo'lsa, YouTube kanalimizda bor. Ko'rsanglar bo'ladi. V10 model. Buni ikki xil modeli qo'ygan hozir. Hop, kengayib torayadigan modeli bor. Keyin prostoy modeli bor. Hop, prostoy modelining narxi keladigan bo'lsa, hop, buni narxi bu ham 57 million qilib beramiz. Dastavkasi bilan shu O'zbekiston bo'yicha aloqaga chiqsanglar qilib beramiz. Mana modelimiz bor. Hop, buni 66 million, 67 million sotib o'tdik. Sizlarga hop, mana 64 million qilib beramiz. 64 million dastavkasi bilan. Yo 63,5 million qilib beramiz dastavkasi bilan. Okalar, kelinglar, xarid qilinglar. Hop, mana bunisi tegi kengayib torayadi. Mana hamlari ham kichkinalashadi, kattalashadi. Strelasi o'ngga chapga yuradi. O'rtoqlar, garantiyasi hammasi 1 yil. To'liq ma'lumot kerak bo'lsa, shu YouTube kanali tepasida ko'rsanglar bor, o'sha videoga kirsanglar ham bo'ladi. O'rtoqlar, yillar oxirigacha ham shu narxda qoladi. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, telefon raqamini yozib qoldiramiz. YouTube kanalimizga o'tib olinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.